Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men yana o'zim duch kelgan narsalar haqida gapirmoqchiman. Bugun advokatlar mavzusida gapirishni xohladim. 21-aprel kuni men Farg'ona shahrida advokaturaga kirdim, murojaat bilan kirib, ikkita advokat bor ekan. Bittasi quvali deyishdi. U kishi ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Ketdilar. Keyin yana bitta advokat bor ekan. U kishi bilan suhbatlashdim. Men o'sha suhbat jarayoni va o'sha holatlar haqida gapirmoqchiman. Xullas, kirishimdan maqsad nima bo'ldi? Men advokatga so'z boshida aytdimki, men shunaqa YouTube'da chiqishlar qilyapman aniqrog'i. Menga bir advokat kerak. Huquqiy tomonlama yordam beradigan. Dalneyshim bir maslahatlashib ishlaydigan advokat kerak desam, yaxshi deyishdi. Shunaqa tartib bormi o'zi biz O'zbekistonda? Shunaqa bir advokat olsam bo'ladimi deb murojaat qildimda. Cho'ntagimga pul solgan edim. Mabodo bir notarius orqali nimalarda birorta hujjatni imzolab, qanaqadir to'lovlari bo'lsa to'layman deb o'zi tayyor bo'lib borgan edim. Aytdim, shunaqa huquqiy tomonlama yordam kerak menga. Shuni tartibi bo'lsa, men shundan foydalanmoqchiman fuqaro sifatida. Dalneyshim bo'ladigan hayotim, boshqa shu masalalarda bir oilaviy advokat deyiladimi bu, qanaqa bo'ladi, tartibi qanaqa bo'ladi, shunga yordam kerak menga dedim. Hozir aytaman. U kishi suhbatni Xrushchev davridan boshladilar, haligi pozitsiyalarini bildirib qo'yish uchun. Xrushchev davrida erkinlik berilgan 85-yillari dedilar. Xo'p, eshitib o'tiribman. Hamma har yoqdan gapirishni boshlagan dedilar, yaxshi. Keyin hamma har yoqdan gapirishni boshladi. Hamma yoq kasha-malasha bo'lib, oxiri SSR degan davlat qulashiga sabab bo'ldi bu so'z erkinligi dedilar. Men u kishiga aytdim, men fikrlaringizga qo'shilmayman dedim. Meni bu borada qarashlarim bor o'zimni. Sizni fikrlaringiz mayli sizniki, lekin men fikrlaringizga qo'shilmayman dedim. Meni o'zimni qarashim boshqa, umuman uni parchalanishida jarayonlar haqida umuman boshqacha fikrdaman. U kishiga aytdim qanaqa fikrlarim borligini. Xullas, 1 soatcha gaplashdik haligi inson bilan. Men shuni ichida bir 10 minut gapirgan bo'lsam, u kishi bir 51 minut gapirdilar. Shunaqa qilib biz gaplashdik, uzoq gaplashdik. Mana kepsiz, men advokatlarga yana aytmoqchiman-da, o'sha kishi aytayapti-da, mana kepsiz-ku, orada bir qo'pol gap ishlatdilar. Mana kepsiz-ku, qo'rqib nima hayotingizdan yordam kerak ekan dedilar. Aka, noto'g'ri yana gapiryapsiz dedim. Men o'sha yerda gaplarini bo'ldim. Noto'g'ri gapiryapsiz, jumlani noto'g'ri ishlatyapsiz dedim. Men qo'rqib kelmadim dedim. Men qo'rqqanimda advokaturagacha bormas edimda. Men ishxonamda ishimni qilib o'tirgan bo'lardim qo'rqqanimda. Aytdim shuni, men qo'rqib kelmadim. Men huquqi bormi O'zbekiston fuqarosini advokat olishga?
shtobi maslahatlashib, bamaslahat. Masalan, men Yevrostandartni bilaman. Oilaviy advokatlar, hamma masalada advokatlar, даже vasiyatigacha advokatlarga yozib ishonib topshirsa bo'ladi-da. Mani kirib shunaqa qilmoqchi bo'lganligimni qo'rqoqlikka yo'ydilar. Haligi pozitsiyalarini boshida bildirib bo'lgandilar. SSRD davlatni parchalanishiga o'sha so'z erkinligi sabab bo'ldi degan narsa bilan o'sha qaysi pozitsiyadaliklarini bildirgandilar. Turib chiqib ketib bo'lmadi, oxirigacha eshitdim gaplarini. Men unaqa inson bilan ishlamayman, gapni ochig'i. O'sha haligi xizmatlariga men nimayam nima deydi, bir nimayam sezmayman unaqa insonlarda. Xizmatlariga bir muhtojlik ham sezmayman deb bilaman-da o'zim. Chunki mijoz bilan nimani o'rtasida, advokatning o'rtasida oltin oraliq topilmaguncha bir-birligini tushunmaydi deb bilaman-da. U bo'ldi, bu bo'ldi, ancha gaplashdik. Mayli dedilar, men shunaqa bolalar bor, ishlaydigan. 26 ta advokatlik byuromizda 26 ta advokat ishlaydi. Men sizga topib beraman dedilar. Telefonimni olib qoldilar. O'zlarining telefon nomerlarini berdilar. Keyin o'sha yerda aytdim. Aka dedim, mabodo birorta muammo tug'ilib qolsa, telefon qilsam ko'taradigan sharoitingiz bo'ladimi desam, bo'ladi dedilar. Telefon qilavering, xotirjam, любой payt ko'taraman, javob beraman dedilar. Xo'p, bo'ladi dedim. Keyin kecha 22-aprel kuni kechki payt telefon qildim. Ko'tarmadilar. Men bilardim ko'tarmasliklarini. Men bilardim menga yordam bermasliklarini. Chunki bor 40 xil, 50 xil, 100 xil yo'li bor deb turgan inson 1 soat gaplashgan paytimizda 1 soatning ichida bitta huquqiy masalada tushuntirish bermadilar-da menga. Faqat o'zlari duch kelayotgan muammolar, o'zlari duch kelgan muammolar, qayerda ishlaganliklari, qanaqa ish olib borganliklari, o'zlarini ham hayotda nimalarga duch kelganliklari haqida gapirib berib o'tirdilar. Hatto huquqiy bir masala yo'q edi biz gaplashgan mavzularda. Keyin o'zimga o'zim aytdim-da, men davo istab borgan tabibga ham o'zi nima kerak ekan, tabib kerak ekan. Shundan xulosa qildimki, bugun advokatlarimizga ham bir mikrofon kerak ekanda. Advokatlarimizni ham ichlarida gapiradigan gaplari ko'p ekan. Ular ham anchagina gaplari yig'ilib qopti. O'zi odamlar bilan gaplashsiz, sizni muammoyingizga qiziqmasdan, sizni ko'targan mavzuyingizga qiziqmasdan o'zlarinikini haligi tiqishtirib, o'zlarini bir nimalarini gapirib qoladigan bo'lib qopti-da. Men yana bunaqa deyishimga bitta sabab bor, uni ham aytib beraman. Xullas shu men advokaturaga kirdim, yana telefon nomerlarini olib bugun kecha telefon qilib ko'rdim. Bo'lmadi. Men bilaman bu narsalar bo'lmasligini, boshqani, lekin haligi inson o'zi uchun tasdiqlab olishi kerak-ku. Men o'zim uchun tasdiqlab olish uchun murojaat qilib ko'raman. O'sha birinchi Xorazmga borganim, undan birinchi davlat xizmatlariga kirganim, undan keyin Xorazmga borganim, endi mana advokatura bilan bo'layotgan ishlar. Men hech kimdan yordam kutmayman, xudo xolasa. Faqat
bunaqa davrlarda, bunaqa paytlarda bittagina zotga muhtoj bo'lasiz. Xudoga muhtoj bo'lasiz, oilangizga muhtoj bo'lasiz. Oilangiz sizni poddeshka qiladi. Oilangiz sizni qo'llab-quvvatlab turadi. Xudoyim kuch beradi. Xudoga shukr, Xudo bilan bu masalada, bu borada aloqalarimiz yaxshi. Mana shu mavzuni oxirida nima demoqchiman? Mana men advokaturaga bordim, lekin hech qanday huquqiy jihatlar tushuntirilmadi. Uni o'rniga SSRda parchalangani haqida gaplashdik. U kishi qanday nimalar bilan, muammolar bilan duch kelganlari haqida gaplashdik. Ehtimol men tushunmagandirman. Yana bilmayman. Tushunmagan bo'lsam, o'zim aybdor bo'laman. Yoki u kishi tushunmadi, yoki men tushunmadim, yoki u kishi shuni huquqiy bir nima deb o'yladilar, huquqiy maslahat deb o'yladilar. Pul beraman desam, lekin olmadilar. Nima akaga aytdim, aka shunaqa, mabodo shunaqa bir qiziqqan inson bo'lsa, mani holatimni tushuntiring dedim. Mani holatim shunaqa dedim. Men shu huquqiy masalalarda nima olib turaman deb oxiriga nimalar so'zlarimiz shunaqa bo'ldi-da. Bo'ldi, men topib beraman shunaqa inson dedilar. Lekin topib beradilarmi, yo'qmi? Endi uni ham bilmayman, gapni ochig'i. Shuning uchun aytmoqchiman, advokat mana o'zimiz tengi, bizdan yoshi kattaroq, kichikroq, qoni qaynoq bir advokat do'stlarimiz bo'lsa, o'sha standart bo'yicha notarius orqali haqiqatda bir tartibi bo'yicha to'lovlarini qilib, boshqa qilib, shunaqa bir advokat izlayapman. Huquqiy masalalarda endi men haligi kirib ketsam olib chiqishing kerak degan masala emas, chunki men kirib ketishga sabab ko'rmayapman. Faqat nimalar gapirish mumkin, nimalar haligi taqiqlangan, qatta qizil chiziqlar bor, qizil chiziqlar qatta. Buni siyosatshunoslar, iqtisodchilar biladi. Men endi bu narsada nolman desa ham bo'laveradi. Endi juda nolbas, meni aql doiram Xudoga shukr yetadi qatgacha gapirish, nima haqida gapirishga-yu. Lekin shunaqa advokat do'stlarim bo'lsa, haqiqatdan huquq nuqtai nazaridan nima maslahat berib, kelajakda yordam berib, o'sha bekorga emas, o'sha standart bo'yicha yordam berib, boshqa qilib nima qiladigan insonlar bo'lsa, mana aloqaga chiqishlari mumkin. Kutarman balki. Endi kutmayman-ku, aloqaga chiqishsa xursand bo'laman. Chunki men ham shu davlatda yashayapman. Menda ham insonman. Menda ham qanaqadir huquqlar bo'lishi kerak. O'sha huquqlarimdan foydalanmoqchiman. Shuning uchun mana ko'rsa advokatlarimiz, boshqa qilishsa, aloqaga chiqinglar. Shu huquqiy masalalarda yordamlaring kerak bo'ladi. Shu advokatlarga. Ikkinchi masala, bugun bittalari Toshkentdan telefon qilishdi. Ana shu ismlarda men ozgina qiynalaman. Ismlarni yodlab qolish funksiyam yaxshi ishlamaydi. Xullas, bu inson o'sha Sharof Rashidov davridan Islom Karimov davrida ham ishlagan fotograf bo'lib, haligi Gazeta.uz nimasida, kanalida bu kishining videolari tarqagan edi. Shohnazar Ibrohimov adashmasam ismlari. 1 soatga yaqin suhbat qurdik. Telefon qilib shunaqa rahmat shu insonga, haligi seni eshitdim, ko'rdim. O'zlarini fikrlarini aytdilar, rahmat dedim o'shanda ham. Imkoning bo'lsa kelgin dedilar. Yana ko'rarsiz, mana chiqadi mana video.
iltimos to'g'ri tushuning, man borolmayman, aniqrog'i bormayman. Chunki man borib charchadim hamma eshiklarga. Lekin Xudo xohlasa bir yo'lim tushganda ziyorat qilish uchun bir zamondoshi sifatida Xudo xohlasa duoyingizni olgani bir kirib o'taman. Yo'lim tushganda faqat haligi hozir qilayotgan ishlarimni bir chekkaga surib borolmayman. Nima endi ochiq aytishim kerakda, man boraman, qachondir boraman deb yurib aldash niyatim ham yo'q. Lekin albatta Toshkentga yo'lim tushganda yoningizga kirib bir piyola choyingizni ichaman deb Xudo xohlasa umid qilaman. Rahmat telefon qilganingiz uchun, bergan maslahatlaringiz uchun rahmat. 78 ga kiribdilar u kishi. Shunda ham sani ko'rdim, fikrlaringni eshitdim. Ozgina haligi so'kingan joylaring bor ekan. O'shalarni yo'qotishing kerak, xalqqa chiqyapsan, xalqqa gapiryapsan dedilar. Mana uje u kishini maslahatlarini oldim. Bunaqa endi manda bor bunaqa hislat. Gapni ochig'ini aytaman, chiqib ketib qoladi. Случайно chiqib ketib qoladi. Haligi odam yomon narsani xohlab qilmaydi-ku. Shuning uchun shu Shohnazar Ibrohimov, sizga ham rahmat aytaman. U kishi o'zlarini fikrlarini berdilar. Rossiyaga boradigan bo'lsang, dehqonchilik bilan shug'ullan, yoningga 3-4 ta odam olib ket dedilar. Man gapni ochig'i bunaqa ishlarni tushunmayman. Tushunganimda ehtimol qilardim. Man dehqonchilik qilish uchun Rossiyaga boradigan bo'lsam, shatda novochilik qilganim yaxshi deb o'ylayman-da. Menga to'g'ri kelmaydigan ishlar. Rahmat lekin fikrlaringiz uchun, ko'rsatgan nimangiz uchun. Men qo'ng'iroq qilganingizni o'zidan xursand bo'ldim. Hech bo'lmasa siz telefon qildingiz. Ko'nglim ko'tarildi. Shunaqa shu advokatlar borasida bir video chiqish qilib, so'ngida sizga ham rahmatimni aytdim mana. Rahmat toqat qilib ko'rganlaring uchun, tinglaganlaring uchun. Men charcharkan odam olimlarga murojaat qilib ham charcharkan, boshqalarga murojaat qilib ham charcharkan. Haligi energiyasi tugab qolar ekan odamda. Lekin menda energiya tugamaydi. Bugun aytgancha pasportim chiqdi, Xudo xolasa. Mana pasportim. O'sha men bir joyga bormoqchiman dedim. O'sha inson ham uje Rossiyaga kirib boribdi. Kecha telefonlashdik u kishi bilan ham. 26-ga planlagan ishlarim bor. Ularni bitirib olsam nasib qilsa, 28ga tug'ilgan kunimni o'tkazib olsam, keyin sekin chiqib ishlab yursam ham bo'ladi. Shu gaplarim. Studentlar haqida bitta chiroyli video qilmoqchiman. Agar studentlarimiz haqida-da, o'sha qiynalayotgan studentlar, yordamga muhtoj studentlar haqida. Qani shunaqa studentlar bo'lsa murojaat qiling. Men sizni ko'rsatishim shart emas. Shunchaki o'zingiz duch kelayotgan muammolaringiz haqida aytsangiz, men o'zimning fikrlarim bilan to'ldirib, shu xalqimga bir murojaat sifatida yetkazib qo'ymoqchi bo'laman, yetkazaman. Xudo xolasa studentlarni ham bu qiynab turgan masalalardan, iqtisodiy qiyinchilikda ularda asosan, qolgan nimasida muammo yo'q. Bu xalqimiz ozgina poddeshka qilardi sizlarni. Men shunga yechimlarni beraman. Shunaqa studentlarimiz bo'lsa yozishsin, mana bunaqa narsalarga duch kelyapmiz deb. Men xotirjam
bir gaplashib sizlar bilan shu videolarimda, chunki men 3 ta 4 ta 5 ta 10 ta student bilan gaplashdim shu nima taksi qilish jarayonida. Hammalarini yagona muammo qiynaydi, iqtisodiy muammo. Doim student shu muammo qiynagani. Shuning uchun shunaqa studentlar bo'lsa chiqishsa, men keyingi videoyimda, ertangi videoyim xudo xolasa studentlarni bir nimasi haqida bo'ladi. Ertaga kechga balki bir video qilarman. Rahmat toqatlaring yetib ko'rganlaring uchun. Bu unaqaligi olimlarga ham murojaat emas, boshqa ham emas. Shu advokatlar haqida bo'ldi. Iltimos advokatlar ozgina sizlarga shunaqa kirib, yana bir chiroyli masala bo'ldi-da. Men keling qaysi masalada keldingiz deganlarida men na будущий advokat olmoqchiman desam, siz kelajakda qayerdan bilasiz degan savol berdilar-da. Men kelajakda bilish uchun yoki bilmaslik uchun advokat olmoqchi emasman, lekin kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun advokat olmoqchi bo'ldim. Tushunyapsizlarmi? Yana bitta ikkita odamlar nima haqida gapirib turganini tushunmadik debdi. Oson, eng osoni bilmadim bu odamni nima haqida gapirib turganini deyishdi. Bitta tanishim aytibdi, bu bola o'zini ko'rdim-u, gaplari qulog'imga kirmadi. Mana shunaqa deyish eng oson nima? Eng oson yo'li mana shunaqa deyish. O'sha insonlarga aytaman-da, bezzo'y qilib qo'yib ko'ring. Tushuntiraldimmi? Bezzo'y qilib qo'ying. Ovozini ochmang, mana men sizga kulib beraman. Ehtimol yig'lab berdi, siz yig'lab beraman. Bezzo'y qilib ko'ring. Keyingi safar nima deganini tushunmayapman bu bolani deysiz-ku, o'shanaqa deyishda ayting. Shunaqa debdi-da, men boshida asabiylashganini ko'rib, o'sha keyin nima deganini ham tushunmadim. Men o'sha shokka tushib qoldim debdi-da, bitta tanishim. Men ko'rdim-u, shunaqa holat debdi. O'sha tanishlarimga aytaman-da, bezzo'y qilib ko'ring. Bezzo'y qilib ko'ring. Birortasi so'rab qolsa, shu bolani ko'rdingmi deb so'rab qolsa yoki ko'rdim deb qayerdadir aytib bersangiz, bezzo'y qilib ko'rdim, chiqishini ko'rdim, xolos gaplarini eshitmadim deng. Olimlarimiz singari. Olimlarimiz ham bezzo'y qilib ko'ryapti. Rahmat.